ustoz, qarang, katlaman qazdirib qo'ydim, basen qilaman. Bunaqa biznes nima qilasan? Zo'r biznes bor. Uni nomini 40 oyoq uslubi deyshadi. Qarab tur. Mana do'stlar, biz o'sha katlaman qazib qo'yganmiz. Kimga tayyor patkurish, hamma jihozlar bilan tayyor uy kerak bo'lsa, kvadrat metrini $1000 beraveramiz. Sotuv ofisimizga tashlab buyuringlar. Ya ustoz, mijozlar eshikni pis tashlashyapti, pul to'layman deb. Qoroy, shoshmasan, pulni sanab ol. Bu yog'iga yig'im-terim boshlandi. Yashash yaxshi, shuncha qiyinchilikdan keyin. Ustoz, o'tirishingiz qarang. Odamlardan pul yig'ib olib, uy qurib beraman dedingiz. Uyni bitirmadingiz. Puliga qo'shib uchastka dachalik qilib tashladingiz. Ofisda hamma to'polon qo'yapti. Shu kun kelishini bilardim. Biznesimizning nomi nima edi? 40 oyoq uslubi. 40 oyoq degan jonzot bor. Qanaqadir hafs sezib o'zini o'lganga savolyapti. Bizga mana odamlar to'polon qilib hafs olyaptimi? Endi bechorani yoqib olamiz. Menga qara, xo'jayiningni chaqir, 3 yildan beri uyga bitkizib bera olmaydi. Patkurish beraman degan. Shoshmanglar, ha? Ko'rib turibsizlar, uchun ichida sement narxi, ustidan narxi oshib ketdi. Moshinamni sotdim, uyimni sotdim, lekin bitirib bera olmayapman. Ahvolimni qarang. Bichim chiqib ketdi-ku meni ham. Lekin hozir sroshib pul topmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa sizlar pulinglarga men ham qo'lab ketaman. Kadastr chiqmayapti. O'zimni sotib olayman. Ustoz, endi domni qanaqa qilib bitiramiz? Shoshmay tur, ichida qulog'im bor, hozir ishini boshlaydi. Qancha bergansiz? 50 ming berganman. Sizchi? 70 ming berganman. Men ikkita uyga 100 ming berib qo'yganman. Unda nima qilamiz? Qamat olamizmi? Qamat olsak, puldan ham uydan ham quruq qolamiz-ku. Unda nima qilamiz? Hammamiz birlashib, pul yig'ib, kadastrni o'g'irlaylik. Va uy ichini o'zimiz quramiz. Shaxsan men o'zim 20 ming beraman. 50 ming to'lab qo'yganman. Uyimni bitkizib bersin meni. 50 ming uxlab ketgan yaxshimi yo 10 ming qo'shib uyli bo'lgan yaxshimi? Mayli. Qani, yig'amiz. Mana. Mana keldim. Qolgan mijozni ertaga berar ekan. Sani aktyorligingda qoyil lekin. Nami san do'li. Sen bilan hali katta ishlar qilamiz yo'qolma. Rahmat. Ha, ustoz, men endi tushundim. Odamlar puliga uxlab ketmaydi, yana pul so'rasa berar ekan-da. Ana endi tushunibsan. Ha, buni 40 oyoq uslubi deyshadi. Let's get it started.